tu sors. Mana oxirgi marta 2-3 kun oldin esimda bor bitta zdaniyaga bordim. Keyin yonda sherigim bilan prosta hisobladik necha qavat ekan dedik. Bir 6-7 qavatli zdaniyada. Keyin liftga kirganimizda liftda 4 raqamni ko'rdik. O'zi liftda o'zi menimcha 6 ta raqam bo'lsa, bino tashqarisidan 5 ta qavat bor edi. Keyin shunga o'ylab qoldik. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Keyin kirsak haqiqatan liftda 4 raqam yo'q. Shuni hisobiga bitta raqam qo'shilgan. 4 raqami juda ham nima deydi? S. Shu eshitilishi sababli juda ham yomon nima deydi? Omadsiz raqam sifatida hisoblanadi. O'zi o'sha S deganingiz Xitoy tilida shu o'lim ma'nosini olib kelgani uchun odamlar ko'pchilik qo'rqsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa. Keyin rimsarimga juda ham berilsangiz, sen 4 ma'nosi o'lim olib keladi deb juda ham qattiq berilib ketishimiz kerak. Juda ham Xitoylar o'zini olib qochadi shu raqamdan. Ayniqsa tadbirlarda, to'y marosimlarda shu raqamlar iloji boricha ishlatilmasligi kerak deyishadi.